Akalar, birinchi o'rinda shaftoli bodom bog' qilishda orasini ochishimiz kerak. Kasasini mong'ilib, abreskani qilish kerak. Ichki shoxlar pomni olib tashlash kerak. Hurmatli obunachilar. Mana shu ham bizga umuman kerak emas. Ertaga pishmaydi ichki shoxlar. Faqat tashqarida shaftoldan hosil olish kerak. Shunday qilib kesaverasizlar. Mana bu qurigan shoxlari bo'ladi. Yana ichiga ming olayotgan demaylar. Faqat shoxlarni olib, keyingisida shulardan chap-chap qo'yasizlar. Shunday qilib, sekin-asta. Bu abreskadan maqsad nima ekan endi bu? Tezroq hosil olib, mayda bo'lmaydi, yiriroq bo'ladi mevalari. O'zi har yil qilish kerakmi o'zi aka? Ha, yiliga bir xil mahalda abreska qilish kerak, faqat kuz oyida. Endi bu chilladan oldingi abreska bu. Chilladan oldingi abreska, bahorgi abreska boshqa, bu abreska boshqa bo'ladi. Endi bu demoqchi bo'lganingizki, yana bahorda yana abreska qilamanmi desangiz, yo'q, bo'laveradi. Iloji boricha qaytarish kerak shaftolini. Chirtib turish kerak ekanda deyman ham. Shaftoli aka o'zi uzoq umr ko'radimi yo'qmi aka u? 8 yil, 9 yil abreska qilmasangiz, abreska qilsangiz 15 yilgacha hosil olaverasiz. Bilmaganlarga qiziqda bu savollar aka. Bir oylik qolib ketgan shekilli o'zi qilinmagan holat ekan bu. Shu holatda qilib o'rgatish ham shart emas, o'zi qilib qo'ysangiz. Kasasimon bo'lar ekanda ichi. Ha, xuddi shu mana kasallangan shoxlarda bularni kesmasangiz shaftoli nobud bo'ladi. Buni hammaga tavsiya berasiz-a? Shaftolisi bor akalarga. Ha, endi qilishaverasiz. Kasallangan shoxlar hisoblanadi. Mashaqdagi o'zi meva yetadi o'zi. Kasallik shoxlar shular. Shu hozir shunday qolib ketsa, shaftolini shunday kesib, tomirdan olib tashlaydi mana. Kasal shu bo'lganda mana. Buni mashqdan olib tashlasangiz bo'laveradi. Bu kerak emas bizga. bu abreskadan qilish maqsad shaftolini yoshartirib, uzoqroq mevasini kalibrlarini yo'g'on katta qilib, maqsad shu. Shaftolini uzoq umr ko'rishiga muyassar bo'ladi. Ko'rishgan hurmatli obunachilar, shaftolini qaysi holatda edi, hozir qanday holatda bo'lib qoldi? U nargina qilib qo'ying endi hozir. Bo'ldi. Buni o'zim olib tashlayman ekan dohir. Olib tashlaman. Yelim tog' borki, olib tashlash kerak. Bizga ham eziga chiqadigan bo'pti. Qaychi. Shaftoliga qo'shilib. Qo'lingni urdingmi? Yana sim kirib qolyapti.